keyingi 6 oy ichida 3 yilda qila olmagan natijangizni qilish xohlaysizmi? Men sizga ko'rsatib beraman, qanday qilib bu narsani amalga oshirish mumkin. Ko'pchilik maqsad qo'yganda qadam-qadam maqsadni bo'lib chiqishga harakat qiladi va unga erishishga harakat qiladi. Lekin haqiqatan ham aqlli insonlar va muvaffaqiyatli insonlar maqsadni teskarisiga qo'yishadi. Misol uchun, men $100,000 pul ishlamoqchiman o'zimning kasbimda. Keyingi yilga, aytaylik 2025-yilga. Va men shu $100,000 qo'yaman va undan pastga kelib chiqaman. Nechta nima sotishim kerak, nima qilishim kerak, nechta odamni komandaga yig'ishim kerak, nechta harakatni amalga oshirishim kerak. Ya'ni maqsadni tepaga qo'yasiz va uni pastga uzoqdan bo'lib kelasiz. Misol uchun agar siz deylik IELTS 8 olmoqchi bo'lsangiz yoki deylik arab tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, qaysidir darajagacha o'sha nechinchi yilda qachon qilmoqchiligingizni qo'yasiz va undan orqaga harakatlarni hisoblab, sanab, soatlarni necha soat shug'ullanishingiz kerak, nima qilishingiz kerakligini orqaga sochib chiqasizda. Bu narsani maqsad dekompozitsiyasi deydi va aynan shu dekompozitsiya sizga kamida 10 barobar ko'proq natija beradi oddiy harakatga qaraganda. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka-paka.